Assalomu alaykum azizlar. Demak, bugun ko'p hadning standart shakli mavzusiga doir misollarni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Boshdan. Demak, birinchisi ko'p hadni standart shakliga keltiring deyapti. Ko'p hadni standart shakliga keltirish uchun hamma qavslarni ochib chiqamiz. Keyin o'xshash bir hadlarni soddalashtiramiz. Demak, qavs ochish qoidasini bilasiz. Birinchi mavzuda aytilgan edi. Xo'p, 2x kvadrat minus 2x keyingisida minus ishorasi ham inobatga olamiz. Minus 2x kvadrat minus 2x minus x minus 1 barobar 2x kvadratlari har xil ishora sonlari yig'indisi nolga teng. Bu minus 3x qoldi, qo'shilgan 1. Minus 3x minus 1 y variant ekan. Xo'p, ikkinchisi oson. Ikkinchisi 4a minus 13a qo'shilgan 5a barobar ikkitasini yig'indisi 9a. 9adan 13a ni ayirсам agar minus 4a qoladi. Keyingisi uchinchisi ham oson. Qavsni ochib chiqasiz. Minus 6 minus 4 qo'shilgan 2y minus 2y qo'shilgan 2. 2y'lar ketsa qolgani minus 8 bo'lar ekan. Xo'p, to'rtinchisi 7x minus 11x minus 6x barobar 13 2x bo'ladi. Bu yo'lni oson ishlab bilasizlar, xohlasa. Beshinchisi minus 8 qavsni ochib chiqasiz. Minus ta'sir qiladi. Minus 2u minus 2b minus 2b minus 1. 2b'lar hisoblansa qolgani minus 9 bo'lar ekan. Minus 9 degan javob bor. Xo'p, keyingi misol. Oltinchisi soddalashtiring deyapti. Qavslarni ochib chiqamiz. AB minus AC undan keyin minus BC minus BA yoki AB minus CB yoki BC minus AC. Qavsdan tashqaridagi ishora minus bo'lsa, minus ishorasi nima qiladi? Ta'sir qiladi. AB'lar hisoblandi, BC'lar hisoblandi, AC'lar hisoblansa natijasi 0 ekan. 0 degan variant bor. Xo'p, keyingisi 7-si. Qavsni ochib chiqamiz. AB plus AC minus ABC minus BC minus AB minus ABC minus BC minus AC barobar AC musbat manfiy, BC manfiy musbat, ABC musbat manfiy, AB'lar ham hisoblansa 0 ekan javobi. Xo'p, 8. Ko'pchilik 8 ni so'raydi. A plus B plus 3 barobar 10 bo'lsa ifodani soddalashtiring. 3.8a bilan 2.5a ni qo'shamiz. 6.3a bo'ladi. Xo'p, 1.7b bilan 4.6b ni qo'shamiz. 6.3b bo'ladi. Qolgan sonlarni qo'shsam agar 18.9 qo'shilgan 18.9 hammasida 6.3 ko'paytiryapti. Qavsdan tashqariga olib chiqsam a plus b plus 3 qoladi. A plus b plus 3 10 edi. Demak, bu ham 10. 6.3 kara 10. Natijasi 63 chiqar ekan. Xo'p, 9-savol. Soddalashtiring deyapti. Qavsni ochib chiqamiz. Birma-bir. Bitta ish qilsak bo'ladi shu yerda.
a minus bni bitta qavs, a plus bni bitta qavs qilib olaylik. Xo'p, a plus b kara a minus b. Keyin qo'shilgan a plus b. Ya'ni a plus b bilan a minus bni ko'paytirdik, keyin a plus b bilan 1 ni ko'paytirdik. Bu yerda a minus b bilan har birini ko'paytirib chiqamiz, lekin minus ishorasi ta'sir qiladi. Minus a minus b a plus b keyin qo'shilgan a minus b barobar. Ana bu ko'paytmani qarasak, ikkalasi ham bir xil, faqat ishorasi farq qiladi. Shuning uchun ular ixchamlanadi. Qolganini yozsam agar a plus b qo'shilgan a minus b. B'lar ixchamlansa 2a qoladi. 10-savol. 10-savolda qavs tashqarisidagi hadni qavs ichidagi har bitta hadiga ko'paytirib chiqiladi. Faqat bitta ish qilamiz shu yerda hozir. Aralash songa ko'paytirishda buni noto'g'ri kasrga aylantirish shart. Noto'g'ri kasrga aylantirib ko'paytirib chiqaman. 5 taqsim 2 kara 4 taqsim 5x qo'shilgan 5 taqsim 2 kara 2 minus 7 taqsim 3 kara 3 taqsim 7x minus bilan minusni ko'paytirsam plus bo'ladi. 7 taqsim 3 ni yana bir marta ko'paytirasiz oldiga. Qavsni ochib chiqayotganda har biriga ko'paytiriladi. Xo'p, bu qisqaradi, 5 lar qisqardi. 2 dan 4 qisqarsa 2 dan 2x qolar ekan, 2x. Bu yerda 2 lar qisqarsa plus 5. 3 lar 7 lar qisqarsa minus x. 3 dan 6 qisqarsa 2 kirib 7 14 barobar x plus 19 bo'lar ekan natijasi. Xo'p, 11 ham xuddi shunaqangi savol. 11 ni ham noto'g'ri kasrga aylantiramiz. 7 taqsim 3. 7 taqsim 3 ni ko'paytiraman 6 taqsim 7 m ga. Undan keyin 7 taqsim 3 ni ko'paytiraman 3 ga. Minus 5 taqsim 3 ni ko'paytiraman 3 taqsim 5 m ga. Xo'p, minus bilan minus plus beradi. 5 taqsim 3 ni ko'paytiraman 3 ga barobar. 7 lar qisqardi, 3 ga qisqartirsam 2 da 2m. 3 lar qisqarsa plus 7 minus 3 lar 5 lar qisqarsa minus m plus 3 lar qisqarsa 5. Demak, natijamiz m plus 12 ekan. Xo'p, 12-si. 3 taqsim 7 kara 7 taqsim 5a qo'shilgan 3 taqsim 7 ni ko'paytiramiz 2/1 ga. Plus 3 taqsim 5 ni ko'paytiraman 2 taqsim 3a ga va minus 3 taqsim 5 ni ko'paytiraman 5 taqsim 6 ga barobar. Qisqaradi 3 taqsim 5a plus qisqaradi 0,3 ko'paytirsam 0,9 qo'shish 2 taqsim 5a qisqaradi 1 taqsim 2 mi? Minus 1 taqsim 2 barobar. Xo'p, bu ikkitasining yig'indisi 1a ni beradi. A 0,9 dan 0,5 ni ayirsam agar 0,4 qoladi. 0,4 yoki a qo'shilgan 2 taqsim 5 deb yozsangiz ham bo'ladi. Xo'p, 13-savol. 13-si. 4 taqsim 9 kara 9 taqsim 2y minus yana 4 taqsim 9 ni ko'paytiraman 3 taqsim 2 ga. Birdaniga noto'g'ri kasrga aylantirib yozyapman. Minus 2 taqsim 7 kara 7 taqsim 6 keyin minus bilan minusni ko'paytiramiz plyusda 2 taqsim 7 kara 7 taqsim 2y. Natijada barobar 2y. Ular qisqarsa agar 2 taqsim 3 minus 2 taqsim 3 minus 1 taqsim 3 plus
teng 3y minus 1 bo'lar ekan natijasi. Xo'p, 14-si. Aytyapti, P va Q ko'pxatlarning ayirmasini toping deb. Bitta ish qilaylik hozir. P ko'pxatni ochib chiqaylik. P ko'pxatimiz 1/3x minus 1/3y minus ta'sir qiladi minus x minus 2y. Endi Q ko'pxatimiz 1/3x minus 1/3y minus x minus y. Bu ikkitasi ayirish kerak. P va Q ko'pxatlarni ayiramiz. Barobar. Bular ayirmasi 0, bular ayirmasi 0. Bular ayirmasi minus 2/3y bo'ladi. Bular ayirmasi minus 3y. Natijada u makraj bersa minus 11y taqsim 3 ekan. Minus 11 taqsim 3y. 15. Agar bo'luvchi, bo'linma, qoldiq ma'lum bo'lsa, bo'linuvchini toping. Qoldiqni bo'lishda a taqsim b barobar c, r esa qoldiq bo'lsa, a ni yasash uchun, ya'ni bo'linuvchini yasash uchun bo'luvchi bilan bo'linmani ko'paytirib qoldiqni qo'shardik. Xuddi shunday bu yerda ham demak a bo'lingan bo'luvchi x minus 2 deyapti, bo'linma x plus 3 va qoldiq 5 ga teng bo'lsa, bo'linuvchini toping. A ni yasash uchun x minus 2 bilan x plus 3 ni ko'paytiramizda 5 ni qo'shamiz. Barobar x kvadrat plus x minus 6 plus 5 minus 1. Bunaqa javob bormi? C varianti bor ekan. Xo'p, 16-si. X ning qanday qiymatida 5x ko'pxatning qiymatini biror bir sonning kvadrati shaklida tasvirlash mumkin. 5x barobar x kub qo'shilgan 4x kvadratni 2x ning kvadrat deb yozsam bo'ladi. Minus 12 ni 2 kara 2x kara 3 deb yozsam bo'ladi. Plus 17 ni plus 9 va plus 8 deb yozsam bo'ladi. Barobar x kub bilan 8 ni yozaman. Plus 8 qo'shilgan qolganini 2x minus 3 ning kvadrat deb yozaman. Bo'ladi shunday qilsak. Xo'p, biror bir sonning kvadratini berish uchun ana bu qismi yo'qolishi kerak-da. Agar ana shu 0 bo'lsa agar yo'qolsa, bu to'la kvadrat keladi. Demak x kub plus 8 ni 0 desam, bundan ximiz x kub teng minus 8 va x teng minus 2 ekanligi ma'lum bo'ladi. Xo'p, 17-si. Ifodani ko'pxatning standart shaklida tasvirlang deyapti. Xo'p, yana a plus b ni qavsga olib qo'yaylik. Bu yerda a plus 3b ni qavsga olib chiqib har biriga ko'paytiramiz. Faqat bu yerda ikkita xat bor deb o'ylayman. Birinchi xat, ikkinchi xat deb o'ylaymiz-da. Bu yerda ham har biriga ko'paytirib chiqamiz. A plus 3b kara a plus b. A plus 3b kara a plus b. Keyin a plus 3b ni 2 ga ko'paytiramiz. 2 kara a plus 3b. Minus a plus b kara. Xo'p, demak a plus b kara a plus 3b va a plus b ni 2 ga ko'paytiramiz. Minus ham bor lekin. Minus 2 kara a plus b barobar. Bu ko'paytma bilan ko'paytmani qarasak bir xil hisoblandi. Qolgan qavsni ochib chiqamiz. 2a plus 6b minus ishorasi ta'sir qiladi. Minus 2a yo minus 2b barobar 2alar ketsa 4b qoladi. 4b degan variant. E'tibor uchun rahmat. Salomat bo'linglar, g'ayrat qilinglar. Keyingi mavzu ham Xudo xolasa o'tamiz.